Ota-onasini xafa qilayotgan bolalar. Payg'ambarimizda hadis bor, ota-onasini xafa qilgan bola jannat hidini hidlamaydi degan. Ota-onaga hech qachon qarshi chiqmanglar. Noto'g'ri bo'lsa ham qarshi chiqmanglar. Xo'p deng, jinoyat gunoh bo'lsa qilmang. Xo'p, yo'q, u nima bo'ladi demang. Qarshi chiqmang. Otangizni, onangizni ishi bilan ishingiz bo'lmasin. Namoz o'qiydimi, o'qimaydimi, ro'mol o'raydimi, o'ramaydimi, ichadimi, ichmaydimi? Ishingiz bo'lmasin. Chunki qiyomat kunida biz ota-onani ibodatidan so'ralmaymiz. Nimaga onang ro'mol o'ramaganda bizdan so'ramaydi, dadamizdan so'raydi. Nimaga xotining o'ramagan deyishi mumkin? Biz farzandlardan nimaga dadang aroq ichgan demaydi bizdan. Bizdan nimani so'raydi desa, ota-onangni rozi qilganmisan deydi. U ota-ona mushrik bo'ladimi, kofir bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, farqi yo'q.